Assalomu alaykum arzon jarvona YouTube'dagi obunachilar Xudo xolasa Namangan Kosonsoy Ko'rgachmol bozorida olingan va sotilgan mollar narxini bilamiz. Aka, xunoji nech pul bo'pti? 22 million. Xudo xolasa. Aka, nech pul bo'ldi? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 31dan qaytdi ikkalasi. 31 milliondan qaytdi, Xudo xolasa. Aka, nech pul bo'ldi novas? 3 tasi 100 million bo'pti obunachilar. Aka, semental nech pul bo'ldi? 50 million so'm bo'pti, Xudo xolasa obunachilar. Aka, bo'g'azmi? Keyingilarni ko'rsatamiz, kelar. Tog'a sigir nech pul bo'pti? 18 million bo'ldi obunachilar. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Keyingilarni ko'rsatamiz. Bunojinda qop qorasi ketdi. Aka, nech pul bo'ldi? Otamiz sotilmadi. Nech pul deyapsiz aka? 55 deyapman, 46 ga sotilmadi. Xudo xolasa 46 ga sotildi. Tog'a, hunojin nech pul bo'ldi? Narxini bilish. Novvas zo'r kelyapti. Tog'a, novvas nech pul bo'ldi? Bilmas ekanlar shop. Aka, shved nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 14 million 600 ming bo'ldi. Original shved akalar, keyingilarni ko'rsatamiz. Akalar yana bolachi kelyapti. Tog'a, yana bola nech pul bo'ldi? 24 yerdan qaytdi. 24 million 500 mingdan qaytdi. Bolasi xunajimmi? Bolasi xunaj 24 million 500 mingdan qaytdi. Xudo xolasa akalar, xunajin kelyapti. Aka, xunajin nech pul bo'pti? Bilmadim. Ajba, xunajin nech pul bo'ldi? 19 million so'm. Like bosib qo'ydi. Buqochani zo'r kelyapti. Aka, buqocha nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? Bilmas ekanlar, narxini shopir ekanlar. Aka, xunajin nech pul bo'ldi? Sotilmadi ekanlar. Nech pul bo'ldi Batir tog'a? 9 million 250 ming bo'ldi. Shu, yurmas ekan obunachilar, xunajin 9 million 200 ming so'rabdi. Akalar, yana bola kelyapti. Aka, yana bola nech pul bo'ldi? 34 million bo'ldi. 34 million bo'ldi. Bolasi nima tog'a? Xunajin 34 million so'm bo'ldi. Aka, yana bola nech pul bo'ldi? 32 million so'm bo'ldi. Bolasi xunajin, Xudo xolasa 40 kelaveradi. Aka, shved nech pul bo'ldi? Narxini bilishmas ekan. Aka, nech pul bo'ldi? 20 million so'm bo'ldi. Mana shu olamiz. Xudo xolasa. Aka, nech pul bo'ldi bu? Bilishmas ekan. Angus keldi. Aka, Angus nech pul bo'ldi? Sotmadim. Nech puldan qaytdi? 34 milliondan bo'g'az ekan. Nech pul bo'ldi aka? 30 million so'm bo'ldi. 4 oylab 5 oylab bo'g'az ekan. Nech pul bo'ldi tog'a? Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? 21 million so'm bo'ldi. Tog'a, nech pul bo'ldi? Bilmas ekanlar narxini. Akalar, novvasda o'ta kattasi kelyapti. Aka, buqa nech pul bo'ldi? 52 million so'm bo'ldi. Obunachilar, buqani 42 million. Mana obunachilar. Akalar, semental kelyapti. Aka, semental nech pul bo'ldi? Ajba, nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Bilmas ekanlar. Nech pul bo'ldi aka? Bilmas ekan. Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 200 kam 40 bo'ldi. 200 kam 40 bo'ldi. Aka, nech pul bo'ldi? 40 million so'm bo'ldi obunachilar. Xudo xolasa novvas. Aka, novvas nech pul bo'ldi? Nech puldan qaytdi? 24 million 500 mingdan. Akalar, novvas ideal kelyapti. Aka, nech pul bo'ldi novvas? Nech puldan qaytdi? Aka, nech pul bo'ldi? Ajba 19 million so'mdan bo'pti. Shu oldidan tutadilar. Kelar, to'ychoq ham chiqdi bozorga. To'ychoqni ham narxini so'raymiz. Barakali bo'ldi. Aka, to'ychoq nech pul bo'ldi? Nech pul deyapsiz? 10 million. Biyami erkakmi? Biya ekan obunachilar. 10 million kam bor ekan. Nech pul bo'ldi aka bu so'lar? Nech puldan qaytdi? 24 milliondan qaytdi. Aka, nech pul bo'ldi ina bola? 36 million so'm bo'ldi obunachilar. Nech pul bo'ldi aka? 21 million so'm ina bola bo'ldi. Tog'adan buqon narxini so'raymiz. Hojibo, buqon nech pul bo'ldi? Narxini bilmas ekanlar. Xudo xolasa akalar buzoqchalar sharp. Aka, buzoqchalar nech puldan bo'ldi?
Nechi puldan bo'ldi? 12 milliondan sotilmadi obunachilar. Jiyan nechi pul deyapsan? 26 26 million so'mga 20 million kam bergan. Nomerlar aytasan? Sotilib ketadimi? Obunachilar, xudo xolasa videolarimiz tugadi. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Xudo xolasa ikkinchi qismini ko'raman degan obunachilar kanalga o'tib ko'rishlaring mumkin. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin.